Muhabbatxon Qurbonova hamda Malikaxon Qurbonova. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Disiplina bo'lish kerak. San'at va sportda intizom birinchi o'rinda turadi. 1 soatmi dars? Zo'r bo'lmoqchimisiz? 2 soat shug'ullanasiz. Eng zo'ri bo'lmoqchimisiz? 3 soat shug'ullanasiz. Hayotda ham, sahnada ham lider bo'lish kerak. Faqat oldinga kurashish kerak, zo'r bo'lish kerak, mehnat qilish kerak, tinish kerak emas. Ana o'shanda o'ylamagan joydan zo'r yutuqlarga erishasiz. Alloh berib qo'yadi sizlarga. Chunki net yozilsa bu tepadan yoziladi peshonangizga. Barcha videoroliklarni, sizlar bergan podkastlarni, intervyularni ko'rib chiqaman. E'tibor bilan qaratinglar bo'ldi. U yoqda kadrlar, video kliplar bo'ladi. Kim ko'proq uyda ovqat tayyorlaydi, ovqat tayyorlab chaqirib turadi uyga. Qattiq qo'l. Kim ko'proq Mehribonligi emas, qattiqqo'lligi ko'proq. Kim ko'proq saxiy? Mana valerian ham.